Bismillah do'stlar. Bizni joyimizni so'ragan insonlar uchun bizni joyimiz Farg'ona viloyat va Marg'ilon shahrida. Biz bu joyda Alloh bizga tushuntirgancha va Alloh bizga bildirgancha insonlarga qush boqish sir-sinoatlarini tushuntirib boramiz. Biz avvallari aytib o'tganimizdek, bu somon aralashtirib mol qarashmas yoki tagidan go'ng tortib qo'y qarashmas. Bu oddiygina mana shunday qushlarni, xonakilashtirilgan qushlarni, chetdan olib kelingan qushlarni mana shu sharoitlarda boqib va bu qushlardan yaxshigina daromad olsangiz bo'lishligi haqida biz tushuntirib boramiz. Va bu profilimizni nomi Qushlar Zo'abzor va bizni Instagramda ham profilimiz bor, Qushlar Zo'abzor. Inshaalloh ana shu Instagramdagi profilga o'tib ham 360 tadan ortiqroq video bor. Ana shu Instagramdan ham juda ham ko'p ma'lumotlar olsangiz bo'ladi. Biz birinchi o'rinda qushlardan qanday daromad qilsa bo'ladi va buni qanday qaraladi, buni yosh bolalar ham, ayollar ham va yoshi katta pensiyaga chiqqan insonlar ham boqib shug'ullansa bo'ladi. To'g'ri, bu qushlar bir paytlar arzon, nihoyatda arzon bo'lib ketgandi. Qandaydir eksport masalalarida yo'llar bekorligi sabablimi shunaqangi arzon bo'lib ketgandi, lekin hozir bugungi kunda agar bu narsani qancha ko'p yetishtirsangiz va qancha ko'p bollarini olsangiz, shuncha ko'p daromadga kirasiz. Va buni boqishlik uchun ham o'sha aytib o'tganimizdek pritseplarda somon tushirishingiz yo aravalarda nima yemlar olib kelib tashlashingiz shart emas. Shu bir qop dondunini olib kelib qo'yasiz. Shu dondunidan inshaalloh ancha vaqtgacha qushlarga berib borsangiz bo'ladi. Inshaalloh qushlar agarda maladoy bo'lsa, ya'ni yosh qushlar bo'lsa, 7 oyda tayyor bo'ladi. Va 7 oyda tayyor bo'lgan qushlar yana sirazi ishlashlikka harakat qiladi. Mana shu qushlarimiz Radujniy, Spinger. Bularni bugun jupladik va bular уже sirazi gnezdoga kirib tuxumga harakat qilyapti bu qushlarimiz. Biz inshaalloh Alloh bizga bildirgancha bu ishni sir-sinoatlarini bekitmasdan, yashirmasdan har qanday muammolarini ochiq oydin tushuntirishga harakat qilyapmiz insonlarga. Chunki bugungi kundagi bizdagi insonlarning aksarini fikr xayoli qachon shu tug'ilgan bolam o'g'il tug'ilarkan va bu tug'ilgandan keyin qachon 18-20 ga kirarkan va 20 ga kirib pul topishni boshlagandan keyin endi men qachon endi oyog'imni uzatib yotsam bo'ladi degan fikrlaydigan insonlarni fikrlarini to'g'irlashlik uchun va bu fikrlarni xayoldan chiqarib yosh katta insonlar ham mana shunaqangi ishlar bilan shug'ullanib daromad olishliklari uchun va o'zlarini shaxsiy bizneslari, o'zlarini shaxsiy pullari, o'zlarini shaxsiy mulklari bo'lishligi uchun biz bu videolarni qilyapmiz inshaalloh. Bu qushlar haqida har qanaqangi ma'lumotlarni yoritib boryapmiz. Misol uchun aytadigan bo'lsak, eng arzon qushlar valnisli qushlar bo'ladi. U qushlar har xil rangdagi bo'ladi. Mana shu qushlarimiz misol uchun aytadigan bo'lsak, sarig'i gibrid. Bunisi gibrid, bu ham kesimi kattaroq. Har qanaqangi svetdagi va kesimi kichikroq bo'lgan qushlar valnisli qushlar bo'lardi. U qushlarda bugungi kunda 2026-yil 8-yanvar kuni narxlari tayyorlari 120 ming so'mdan valnislilarda 200 ming so'mgacha bo'lyapti va maladoy, ya'ni bolalarini 80 ming, 85 ming so'mdan jufini olishyapti. Bu qushlar agar bitta tuxum qo'ygandan keyin ba'zilari 6, 7, 8 tagacha bola olib chiqadi. Kamroq bola olib chiqadiganlari 2 ta, 3 ta, 4 tagacha bola olib chiqadi. Va biz Instagramdagi blogimizda qushlarni o'rtacha 4 tadan bola berganda 2 oyda qancha daromad qilishligi haqida pullarni chiqarib berganmiz inshaalloh.
Agar issiq xonangiz bo'lsa qish kunida va bo'sh xonangiz bo'lsa, u xonalardan unumli foydalanib, ana shu joydan daromad olsangiz bo'ladi inshaalloh do'stlar. Bu qushlarimiz radujniy, spinger. Bular ham 300 ming yon verdi qushlar. Bular nemis, kesimi kattaroq. Bular 400 mingdan 500 ming yon verdi qushlar. Bular tuxum qo'yishligi bilan narxi oshadi. Aytib o'tganimdek, bola ochishligi bilan narxi oshadi. Bu qushlarimiz ham kesimi katta, nemis bular. Bular ham 500 ming so'm. Va bugungi kundagi eng trenddagi bo'lib turgan qushlardan biri Black Face degan qush. Bu Black Face'larimiz do'stlar 200 dollardan 350 dollargacha bo'lyapti. Tayyori jupi va yonidagisi bo'lsa bu Double Black degan qush. Bu qushlar asosan Eron, Misr va Pokistondan kirib kelyapti do'stlar. Agar mana shu qushlardan Double Black'larda tayyori bo'lsa 350 dollardan 500 dollargacha bo'lyapti. Bunisi arzonroq, bunisi qimmatroq. Agarda sizda mana shunaqangi Double Black'dan 20 jup qushingiz bo'lsa, bu qushlar agar 4 donadan bola bergan taqdirda ham ular tuxum qo'yishligi bilan 21 kun, 22 kunda ochib chiqadi va 22 kunda ochib chiqqandan keyin 1 oy 10 kunda bolalarini chiqarib yuboradi. Ya'ni 2 oyda siz bolasini olasiz. Ana shu 350-400 dollarlik qushdan 10 jupini sizlarga hozir hisoblab beraman. 10 jup bo'lsa, 10 jupi 4 donadan bola berganda 40 dona bola beradi. Va ya'ni bu 20 jup degani. Ha bu Double Black'imizni maladoylari bo'lsa, hozir bugungi kunda jupi 200 dollar va 250 dollar bo'lyapti. Maladoya. Agar shu jupdan 10 jup boqa olsangiz, undan 40 ta 2 oyda bola olsangiz, 20 jup bo'ladi. 10 jupingiz 250 dollardan 2,5 ming dollar bo'ladi. Va 20 jupi 5 ming dollar bo'ladi. Agar sizda issiq xona va imkoniyat bo'lsa, agar 20 jup bola olsangiz, 5 ming dollar 2 oyda daromad degani. Buni qayerga sotamiz, kimga sotamiz deb haligi o'ylanib yurgan insonlar uchun Telegramda gruppalar bor. Double Black, qushlar, zo'abzor, marg'ilon qushlari, kaminat qush bozori degan gruppalar bor. Ana shu gruppalarga kirib, bularning narxini ham bilsangiz, o'rgansangiz bo'ladi inshaalloh. Inshaalloh iloji boricha sizlarga yolg'on aralashtirmasdan, ko'pirtirmasdan, qo'shmasdan ma'lumot berishga harakat qilyapman. Chunki bu eng oxirgi kirib kelganlari. Bu qushda balotoviy rangi bor. Mana shu kiyimimi rangidaqasidan bor. Unisi bulardan ham qimmatroq. 600-700 dollar atrofida. Tayyorlari. Bollari ham xuddi shunaqa. Qanday buni bollarini narxini qanday chiqaryapsiz deb hayron bo'lishingiz mumkin. Siz necha pullik qush olsangiz, ana shu olgan narxingizni teng yarmi bolasi bo'ladi. 150 ming so'mlik qush olsangiz bir jupini, uni bolasini jupi 75 ming so'm bo'ladi. Agar siz 500 ming so'mlik qushdan olib boqsiz, uni bolasini jupi 250 ming so'm bo'ladi. Agar siz misol uchun aytadigan bo'lsak, mana shunaqangi texaslardan boqsangiz, bu texaslarimiz hozir bugungi kunda 100 dollardan bo'lyapti jupi. Svetiga qarab, agar oqlari bo'ladigan bo'lsa 140-150 dollargacha bo'lyapti. Bularda bolasini jupi 500-600 ming, 700 ming, ya'ni 50 dollarga indamasdan maladoyini sotsangiz bo'ladi. Texaslarimiz 100 dollardan bo'lyapti. Oddiy misol qilib aytadigan bo'lsak, mana shunaqangi spinger babichkalarimiz, bular ham 800 ming, 900 ming yon verida bo'lyapti. Bu qushlarni ham bolasini bemalol jupini 400 ming so'mdan sotsangiz bo'ladi. Mana shunaqangi gaplar. Agar siz qancha qimmat qush boqsangiz, shuncha mehnati kamroq bo'ladi va daromad ko'proq bo'ladi. Lekin siz qancha arzon qush boqsangiz, 150 minglik yo 200 minglik qushdan boqsangiz, mehnati ko'proq bo'ladi, lekin daromad o'sha bo'ladi. Misol uchun aytadigan bo'lsak, 100 dollarlik qushdan 10 jup boqmaysizda, Double Black'dan 300 dollarlik qushdan 5 jup boqasiz. Ana shu daromadni olaverasiz. O'sha daromadni olaverasiz inshaalloh.
Bugungi kunda agar issiq xonangiz bo'lsa, xonangizni harorati 15 gradus bo'lishligi kerak. Mana bizning xonamiz hozir svet ko'p o'chganligi sababli xonamizni harorati 10 gradus 11-12 ga tushib ketdi. Lekin 15-16 standart bo'ladi. Standart 16 bo'ladi. Agar xonangiz harorati 16 gradus bo'lsa, bemalol haligi joyga shunaqangi qimmat qushlardan 20 deb tashlab qo'ysiz, u haligi ishlaringizdan tashqari charchab ketgan vaqtingizda kirib bularni donini bersangiz, suvini bersangiz, charchog'i chiqadi. Va bular ko'proq sizni tafakkur qilishga, fikr qilishlikka o'rgatadigan narsalar do'stlar. Endi biz mol boqayotgan, qo'y boqayotgan insonlarga hech qanday e'tirozimiz yo'q, chunki qo'yda baraka bor deyilgan. Mol boqsangiz ko'proq daromad olasiz, lekin molni mehnati ham nihoyatda katta bo'ladi. Yana misol uchun aytadigan bo'lsak, mana shu radujniy babichka degan qushimiz. Bu radujniy babichkalar ham $100, $120 bo'lyapti jupa. Tayyor. Bu qushlarimiz misol uchun mana bola ochgan inshaalloh, bismillah. Mana bola ochgan, ko'ryapsiz. Bolalarni o'zi katta qilyapti. Yana shunday bo'ladiki, mana misol uchun aytadigan bo'lsak, bu arzonroq qushlarimiz, miramirlar. Bular 150 mingdan 180 ming so'mgacha jupi. Bunaqangi arzon qushlardan bizda 2 ta 3 ta bor. Nima uchun bu qushlar desangiz, bu qushlarni asosan madikor qilib ishlatishlik uchun nima qilamiz? Mana ko'rishingiz mumkin. Ko'ryapsizmi? Bolalarni. Asosan o'zini bolalaridan ko'ra qimmat qushlarning bolasi ko'p batta. Chunki qimmat qushlarni qaraysizda, bulardan ko'proq daromad olishlik uchun bularni tuxum qo'yishini kutasiz, tuxum qo'yadi. Tuxum qo'ygandan keyin bola ochishligi bilan bolalarni iloji boricha shunaqangi qushlarni, bola ochgan qushlarni tagiga surib qo'yasizda, qo'yib qo'yasiz, boqib ketaveradi. Bu hamma bolasini ochib bo'lgandan keyin 21 kun, 22 kun yotadi. Yotgandan keyin ana shu vaqtni ichida o'zi dam oladi. Hamma bolasini olib qo'yganingizdan keyin bular yana chiqadida tuxumga harakat qilaveradi. Ba'zi bir do'stlarimiz tuxumlarni surish haqida aytishdi. Ba'zi bir do'stlarimiz tuxumini surishdi, qimmat qushlarni. Tuxum qo'ysa tuxumini olib qo'yishaveribdi. Tuxum qo'ysa tuxumini olib qo'yishaveribdi. Haligi qush yana tuxum qo'yishim kerak deb oxiri nihoyatda og'ir kasal ahvolga tushib qoldi. Shuning uchun biz tuxumlarni surishlikni, tuxumlarni olishlikni tavsiya qilmaymiz. Buni tagidan bolalarini olsangiz, inshaalloh bolalarini olib qo'ysangiz, 21 kun, 22 kun yotgan vaqtida dam oladi. Keyin yana bemalol ishlab ketaveradi inshaalloh bu qushlarimiz. Buni ana shu bir kunda bir mahal donini solib qo'yasiz, suvini qo'yib qo'yasiz, bo'ldi. Bunga ortiqcha narsalar kerak emas. Shunaqangi vitamin bor, vitaminlar nimasi? Shulardan ham solib qo'ysangiz bo'ladi inshaalloh. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Bitta idishiga solib qo'yasiz shundan. Buni ham ba'zi bir paytlarda yeydi qushlar. Chunki mana har birida vitamini bor, mana ko'ryapsiz. Solib qo'yilgan. Chunki bular kessa yeydi, tuproq yeydi, sho'r yeydi, shunaqangi narsalarni yeyishadi. Organizmi xohlaydi. Bularga vitamin bo'ladi. Ayniqsa bugungi kunda podvalda boqayotgan do'stlarimiz, ularda quyosh nuri yetishmaydi. Mana shu sababdan albatta bunaqangi vitaminlar kerak bo'ladi. Va qolaversa, qora qanot degan qushlarimiz bu double black face'lardan keyin ulardan oldinroq kirib keldi. Bu mana shu qushimiz qora qanot, mana ko'rishingiz mumkin. Qora qanotlar ham $100 atrofida bo'lyapti. Babichkaliklari $150-200 atrofida bo'lyapti. Texasda oqlari mana shunaqa bo'ladi. Mana ko'ryapsiz. Texasda oqlari. Bu svetlari biroz qimmatroq bo'ladi. $150 atrofida bo'ladi do'stlar. Bu qushlarimiz bo'lsa radujniy deyiladi. Ya'ni sveti bilan mashhur bo'lgan qushlar. Svetlari fioletoviy svetlari bor buni. Tiniq svetlari bor. Mana shu qushlarimiz radujniy deb nomlanadi.
Va bu qushlarimiz bo'lsa qarang, qanotidagi dog'lari bilan Spinger degan nomni olgan. Spinger. Bu qushimiz ham mana Spinger, mana ko'rib turibsiz. Shunaqangi bo'sh joyingiz bo'lsa, inshaalloh bo'sh joydan unumli foydalansangiz, ancha foyda bo'ladi. Qachon Rossiyadan pul kelarkin deb yuravermaysiz. O'zingizni qo'shimcha ishingiz, o'zingizni daromadingiz, o'zingizni biznesingiz rivojlantirasiz Alloh qodir qilgancha. Shunaqa iloji boricha yoshlar bugungi kunda internet tarmog'ida juda ham ko'p internet bilan hayol surib yuradigan bolalar bor. Mana shu bolalarga, farzandlarga qilib berish kerak. Mana bular ham bolada ekan inshaalloh. Ko'ryapsiz. Bolalarini surganmiz, qimmat qushlarni bolasini surib qo'yganmizda, bular alhamdulillah yaxshi boqyapti. Bu qushimiz ham yaxshi mehnatkash qush mana. Kichkina bolalarni solib bersangiz ham yaxshi boqadi bu. Ana shu bittasi kattarog'i qolibdi. Kattasini olib boshqa joyga surib qo'ysa, inshaalloh maydalarni ezib qo'ymaydi. Mana shu narsalarga e'tibor berish kerak qush boqishlikda. Shu donini suvini qo'yasiz, vitaminini qo'yasiz. Qush tuxum qo'ygunga qadar qo'shimcha ovqatlar berishlik shart emas, lekin tuxum qo'yganda qo'shimcha ovqatlarni biroz ko'paytirasiz va qo'shimcha ovqatlarni bola ochgandan keyin iloji boricha kunda berish kerak. Mana shu bizning qo'shimcha ovqatimiz bo'ladi. Buni ichida makkani drabilka qilingani va ko'cha, ya'ni juvari deydi-yu, juvari. Bizi xalqlar tilida biz asosan shu Marg'ilon tilida ko'cha deb qo'yiladi. Ovqat ham qilib beriladi ko'cha degan. Mana shu. Buni solasizda, solib yaxshilab chayqab turib kirlarini, keyin suv to'ldirib past olovda tepasini yopib qo'yasiz. Pishadi. Ezilib pishgandan keyin buni muzday suvda bitta chayqab yuborasiz-da, chayqab yuborsa shunaqangi svejiy holatga keladi. Buni qush boqayotgan, bola boqayotgan qushlarga kunda berishlik kerak. Agar siz bola boqayotgan vaqtida qushlarga ovqatlarni to'liq yetkazib bera olmasangiz, pitaniyasini to'liq yetkazib bera olmasangiz, faqat donni o'zida boqsin, suvdi bilan desangiz, qush bola boqishlik jarayonida charchab qoladi. Charchaydi-da, bu ham sekin bolalardan bittasini boqmaslikni boshlaydi. Bolalardan bitta o'ziga yoqmaganini bir kun boqmaydi-da, shun bilan boqmaydi. Hatto nar kirib boqaman desa ham moda boqishlikka qo'ymaydi. Uni boqishmaydi. Chunki ular bola boqishlikda qiynalishgani sababli bitta bolani chiqarib olishadi-da, 4 ta emas 3 tani boqishadi. Agar ana shunda ham pitaniyani yaxshi qilib bera olmasangiz, u bolalardan ham bittasini chiqarib oladi-da, 2 tasini boqadi. Endi bu pitaniya, ya'ni oziq ovqatidan qiynalganidan, demak boqolmas ekanmiz, o'zimiz qiynalar ekanmiz deydi-da. Endi bunga Alloh taolo mana shunday qilib o'rgatsa kerak-da. Bitta bolani chiqaradi-da, 2 tani boqadi. 2 tani boqolmasa ham bittasini chiqarib 1 tani boqadi. Endi bugungi kunda erkak bo'lib ham musulmon erkaklar bolani tug'dirib boqmay tashlab ketganda, endi bu qushlardan xafa bo'lmasangiz ham bo'laveradi. Subhanalloh. Haqiqatda bir qiz chiqibdi-yu, sani deydi, ana shu beradigan 350 ming alimentingga tupurdim deydi-yu. Erkaklik chestingga ham tupurdim deydi. Haligi aliment bermayotgan otasiga aytyapti. Qarang, shunaqangi erkaklar ham bor. Endi bu qushlardan hech ham xafa bo'lmasak bo'laveradi. Bu qushlarimiz lesvin deyiladi, lesvin babichka. Bu qushlarimiz ham bola boqyapti, mana ko'ryapsiz. Bo'rlar ilib qo'yilgan, bo'rlarni yeydi. Mana bu joyda ham bo'rlarni ilib qo'yilgan, bo'rlarni yeyishadi. Shunaqa, bu asosan boshida boqilayotganda charchoq chiqarishlik uchun boqilgan. Inson charchog'i chiqadi, uni harakatini ko'rib, uni bir-birini boqishini ko'rib, o'sha erkagi uyni ichiga ovqat toshishini, bolalariga ovqatni berishini ko'rib, odamlar charchog'i chiqqanda, endi sekin-sekin bu narsa biznesga aylanib ketib, hozir bugungi kunda
Yevropa davlatlari, misol uchun Yevropa demasak ham Eron, Misr, Turkiya davlatlari mana shu qushni orqasidan yaxshigina daromad qilyapti. Faqat biznikilar xolos faqat ketmon chopish kerak deb yuradida. Ketmon ham chopish kerak, lekin mana shu narsani ham esdan chiqarmaslik kerak. Qo'shimcha ish qilib qo'ysangiz, inshaalloh ana shu ketmonni chopib uyga kirgan vaqtingizda charchoqlaringiz chiqadi-da inshaalloh. Mana qarang, bu qushlarni u bolalarni katta qilib qo'yganda, mashaalloh, mashaalloh. Allohning mo'jizasi. Mana shunga kiradi-da, kirib shunga qarang, oshqozonni ovqat bilan to'ldirib qo'ygan. Bular mehnatkash ota-onalar deyiladi-da. Mehnatkash, bolalarni yaxshi boqadi. Mana shunaqangi qushlarni sinovdan o'tkazganingizdan keyin qimmat qushlarni bolalarni shularni ichiga solib qo'ysangiz bemalol boqaveradi va qimmat qushlaringiz sekin asta yana tuxumga harakat qilaveradi. Inshaalloh. Bu qushimiz ham Texas, tayida 3 ta bolasi, 4 ta bolasi bordi. Bolalarni oldik, olgandan keyin tuxumi bor ekan, tuxumini ham olib qo'ydimda, mana bugundan o'zi tuxumga harakat qilyapti. Nar yana modani bosishga harakat qilyapti. Modani bosgandan keyin yana tuxum qo'yadi. Yana 21 kunda ochib chiqadi. 3-4 kun o'tkazib, bolalarini arzon qushlarga olib qo'yaverasiz. Bolalarini ham 30-40 dollardan, 30 dollardan bemalol sotsa bo'ladi. 40 dollar emas, 30 dollardan bemalol sotsangiz bo'ladi. Agar oqlari bo'lsa, oqlarini bemalol 40 dollardan sotsangiz bo'ladi inshaalloh. Qolaversa ba'zi bir do'stlarimiz aytayaptiki, qushim deyapti ishlamaydi. Nimaga ishlamayapti qushim deydi. Qushingizni videoga olib tashlansam, bir juft yo ikki juft qush bo'ladi. Bir juft, ikki juft qush ham ishlashligi nihoyatda qiyin bo'ladi. Qolaversa ular asosan shu toshkentlik odamlar, menga tashlaydiganlar. Tashayin desam tashlaydi-da, qushni qafasi bilan yerga qo'yib qo'ygan bo'ladi. Qush yerda tursa bu uchaydigan narsa. O'zini tepaga intilaveradi, tepaga, qafasdan chiqishga harakat qilaveradi. Bunaqangi qushlar ishlamaydi. Agar qush ishlatmoqchi bo'lsangiz, bir juft qushingiz bo'lsa ham ana shu 100 bo'yi qilib ilishingiz kerak devorga yoki nimagadir o'rnatishingiz kerak. Keyin bir juft, ikki juft qush ham nihoyatda ishlashligi qiyin bo'ladi. Bularni 4-5 juft qilsangiz, shu bir-birini ovozini eshitib, bir-birini ovoziga ham ishlab ketaveradi inshaalloh. Mana bu qushimiz ham Stinger. Bu qushimiz modasi o'zi biroz hordiq qilgani chiqqan, lekin nar buni bosaman deyapti. O'zi moda bo'lsa mana tuxum bosib yotibdi. 6 tami 7 ta tuxumi bor. Xuddi tovuqlar singari 21 kunda ochib chiqadi, 1 oy 10 kunda uyidan bolasini chiqarib donga tushiradi. Buni asosiy nimasi shu doni bo'lish kerak. Doni, suvi eng asosiy. Doni bilan suvi tugab qolmaslik kerak. Doni bilan suvi tugab qolsa qushlar o'ladi. Ba'zi bir do'stlarimiz eshikda boqsak bo'ladimi deyshadi. Eshikda ham boqishlik uchun eshikda boqsangiz bo'ladi, lekin bola olib ishlatib bo'lmaydi. Bola olib ishlatishlik uchun 10-13 gradusda tepasida bo'lish kerak. Mana shu narsaga e'tibor berasizlar inshaalloh. Videolarimiz foydali bo'layotgan bo'lsa, biz bu videolar uchun va bu ma'lumotlar uchun hech kimdan haq talab qilmaymiz inshaalloh. Ana shu nomerni ham yozib qoldiramiz. Kimi bu masalada qiynayotgan savollari bo'lsa, savol berishsa, telefon qilib, Alloh qodir qilgancha foydali maslahatlarni o'zimizdan ayamaymiz. Maslahatlarimiz pulli emas. Bu narsalar ham pulli emas. Inshaalloh bitta duo qilib qo'ysalaring bo'ldi. Agar sizni bo'sh joyingiz bo'lsa, issiq xoningiz bo'lsa, ana shu xonangizdan unumli foydalaning. Va yosh bolalarga, o'g'illaringiz, jiyanlaringiz ana shularga mana shu narsalarni sekin o'rgatib, haligilarni yo'lga solib qo'ysangiz, bekor internet tarmog'ida bir-biriga uyini reklama qilib, bir-biriga mashinasini reklama qilib, bir-biriga iPhone 17 sini reklama qilib, video olayotgan insonlardan ko'ra ancha uzoqda bo'ladi va u insonlar nima maqsadda bu ishlarni qilayotgani, bu ishlardan ularning maqsadi nima ekanligini anglab yeta oladigan fikrli va tafakkurli insonlar bo'lib yetishadi. Assalomu alaykum. Kuzatishda davom eting.